Sir emas, siz bilan biz bugun tahlikali davrda yashayapmiz. Dunyoning turli mintaqalarida lokal urushlar va harbiy mojarolar kelib chiqishi xavfi kun sayin ortib bormoqda. Bu esa jahon ko'lamidagi ayanchli oqibatlarni yuzaga keltiryapti. Harbiy siyosiy vaziyatning keskinlashuvi fonida davlatlar o'rtasida yuzaga kelayotgan nizolar, qonli to'qnashuvlar natijasida qanchadan qancha insonlar halok bo'lmoqda. Ayrimlar esa bir umrga nogiron bo'lib qolyapti. Qanchadan qancha insonlar otalaridan, akalaridan, yaqin kishisidan ayrilmoqda. Mamlakatimizda prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan pragmativ tashqi va ichki siyosat natijasida yurtda tinchlik va osoyishtalik hukm surmoqda. Farzandlarimiz faqat va faqat o'z vatanimizni himoya qilishlari, uning ravnaqi yo'lida mehnat qilishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ammo afsuski, ayrim fuqarolarimizni, ayniqsa yoshlarni turli bahonalar bilan urushga, turli jangovar harakatlarda ishtirok etishga jalb etish holatlari ham uchramoqda. Bu xavf-xatar bizning yurtimizga ham tahdid solayotgani ayni haqiqat. Agar biz bu muammoga bugun yechim topmasak, ertaga juda kech bo'ladi. Bugun yurtdoshlarimiz uchun nafaqat mamlakatimizda, balki chet elda ham ishlab daromad topishi, xorijiy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar ochishiga keng imkoniyatlar yaratilgan. Bugungi kunda 1.8 milliondan ortiq fuqarolarimiz xorijiy mamlakatlarda turli sohalarda samarali faoliyat yuritmoqda. Shunday bo'lsa-da, har yili O'zbekiston huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan diniy ekstremistik va xalqaro terroristik tashkilotlar, shuningdek chet el harbiy tuzilmalar safida yollanma askar sifatida ishtirok etayotgan yuzlab fuqarolar aniqlanmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Nima uchun? Nega bizning fuqarolar chet eldagi qandaydir harbiy harakatlarda ishtirok etmoqda? Buning asosiy omillari nimada? Umuman, nega bizning fuqarolarimiz bunday harbiy harakatlarda ishtirok etishi kerak? Aynan shu savol o'sha harakatlarda ishtirok etayotgan shaxslarni o'ylantirishi kerak emasmi aslida? Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ularning aksariyati aldov yo'li bilan harbiy to'qnashuvlarda ishtirok etishga majburlangan bo'lsa, ayrimlari esa jinoiy tuzilmalarga qo'shilib qolganligi tufayli nizoli hududlarga jo'natilgan. Afsuski, kamchilik bo'lsa-da, ayrim shaxslar moddiy manfaatdorlik evaziga o'zga davlatlarda harbiy yollanishi kuzatilmoqda. Urush qurbonlarsiz bo'lmaydi. Unda otilgan o'q yoki snaryad seni kimligingni, qaysi yurtdan kelganingni so'rab ham o'tirmaydi. Afsuski, mana shunday harbiy nizolarda ishtirok etayotgan O'zbekiston fuqarolari orasida jangda yaralangan, halok bo'lgan hamda bedarak yo'qolganlar soni tobora ortib bormoqda. Nasiba ayaning kenja farzandi xorijda ishlash uchun jo'nab ketayotganda uni to'xtatishga qancha urinmasin, o'g'li unga quloq solmadi. Mana bir necha qovun pishig'i o'tdi hamki, o'g'ildan darak yo'q. O'g'lining halok bo'lganini eshitib yurak bag'ri tilka pora bo'lgan mushtipar onaga farzandining sovuq jasadini ko'rish ham nasib qilmadi. Farzandim yosh edi. Chet elga ketaman deganda yo'q deganda. Hech ham xohlamagandim. Ketdi. Turmasam bo'lmasmidi? Bir kun rasm yubordim. Harbiy kiyimni ko'rib qo'rqib ketdim. Bolamni qaytgan dedim. Qo'limdan kelmadi. O'g'limni yo'qotib qo'ydim. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasida yollanish, ya'ni nizolashayotgan davlatning fuqarosi yoki harbiy xizmatchisi hisoblanmagan shaxsning moddiy manfaatdorlik yoki boshqa biron shaxsiy manfaatni ko'zlab o'zga davlat hududida yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shuningdek, yollanma shaxsni yollash, o'qitish, moliyalashtirish yoki unga boshqa moddiy ta'minot berish
yoki undan harbiy to'qnashuv va harbiy harakatlarda foydalanish 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 2022-yildan shu kungacha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasiga asosan 338 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shundan 19 tasi 2022-yil, 68 tasi 2023-yil, 112 tasi 2024-yil, 139 tasi esa 2025-yil hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, shu turdagi jinoyatlar soni yil sayin ortib bormoqda. Ushbu raqamlarning o'sishda davom etayotganligi bizdan yanada ogoh bo'lishni talab etadi. Fuqarolarimizdan turli kimsalar, guruhlar manfaatlari yo'lida dunyoning turli nuqtalarida sodir bo'layotgan qurolli to'qnashuvlar ishtirokchisiga aylanib qolmaslik uchun har xil aldovlar, targ'ibot harakatlariga ishonib qolmaslik va qonunchilik talablariga rioya qilishni so'rab qolamiz. Kim o'zi u bizni chaqirayotganlar? Xo'p, yaqinlarimizdir, ularni boshida turganlar kim? Bu haqda juda o'ylash kerak. Hozir shunaqa darajada afsuslanib o'tiramanki, men otishmalarga kiryapsan, yoningda odamlar o'lyapti, qon oqyapti, seni ham dub bitta oyog'ing ketdi. U yerda itdak tashlab qo'yishadi bular. Kimnidir manfaati uchun, kimnidir shu kursidan tushib ketmasligi uchun xizmat qilayotganini bular bilmaydi. Urgan, shunday qarasam darvoza oqib tushganda, ya'ni qizigandan, katta gradusda tushgan. Keyin o'zimga bitta keldimda, birinchi bo'limda qo'llarim qimirlatsam, oyoq qo'llarim bor, lekin kiyimlarim yo'q bo'lib ketgan ekan. Ilma-teshik qo'rg'alarim sinib ketgan, bir narsalar bo'lib, tishlarim katta zarbada tushganman, tishlar sinib ketganda oldiga. Keyin qarasam, oldimda bitta oyoq yotibdi. Ko'pchilik jihod qilamiz, shahid bo'lamiz, u bu boradi-ku. Borgandan keyin yetdim-chi, umuman boshqacha narsa bo'lib ketadi. Hayotda nimalargadir erishmoqchi bo'ldim, lekin hamma narsamdan ayrilib qoldim. Hech nima qolmadi. Hamma narsamdan ayrilib qoldim. Hech nima qolmadi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman. Oila, farzandlar taqdiri qolaversa, vatanni xatarga qo'yishdek har qanday razil qilmishning javobi bor albatta. Bugungi kunda 80 dan ortiq shaxs sodir etgan jinoyatlari uchun ozodlikdan mahrum qilinib, jazoni ijro etish koloniyalarida jazo muddatlarini o'tamoqda. Qolganlariga nisbatan ham qilmishiga yarasha turli ko'rinishdagi jazo choralari qo'llanilgan. Qilmish qidirmish deganlari shu bo'lsa kerak. Asirlikda umuman boshqacha bo'lganda, biz o'zi ertaga chiqamizmi yo'ldan, yashaymizmi o'zi. Qop-qorong'i podvol tasavvur qilib bo'lmasdi ertaga chiqishimiz. Hamma o'lib ketdi deb o'ylagan. Bo'ldi, yo'q u bola. Lekin uyda ota-onam hali tirik qaytib keladi deb ishonib 4 oy kutishgan. Yoshlik qilib, pulga qiziqib ketganman. Endi u so'nggi pushaymon o'zimga dushman. Hozir endi anglab arzimaydi ozodlikka, hech narsa arzimaydi. Ota-ona, uydagilarni sog'inchi. U jang maydonida sen qari ekansan, sen yosh ekansan, sen millating o'zbek yo sen musulmonsan. U daydi yo'q ham kelib biron joyni yulib olib ketadi-da odam. Sentyabrda 22-sida borgan bo'lsa, noyabrda 1da biz jangga kirdik. Men 6 dan jangda bo'ldim. Yaradorlar tashladik. Askolga oyoq, qo'l, o'sha odamni ikkiga ayirib tashlagan. Ularni ham ko'rdik. Har jangda biz 70 ta 80 ta chalajanlardan olib chiqardik. Uspet qilmasdik. Shu oyiga palon ming pul beraman, pasport beraman. 35 kun tayyorlayapti, u 35 kun odam tayyor bo'lmaydi. Ming afsuslar bo'lsinki, ayrim shaxslar moddiy manfaatdorlik evaziga yurtimizdan tashqarida bo'lgan tanishlari va boshqa fuqarolarni aldov yo'li bilan nizoli hududlarga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan. O'z yurtdoshlari qoni evaziga yaxshigina boylik ham to'plashga uringan nokaslar ham bor. Birovning hayotini barbod qilish evaziga topilgan harom luqma hech kimga buyurmasligini nahot anglash qiyin bo'lsa. Neft-gaz sohasiga qiziqasdim. Bu yerga o'qishga kirganman Rossiyaga. Konsalting orqali. U yerda o'qib yurganman. Keyin bitta fannacha yopolmaganim uchun u yerda meni o'qishdan chetlashtirgan. Dokument qilib ishlab yurganman u yerda, qurilishda. Ishlab yurgan joyimizga bizni FMS binosiga olib ketdi, dokumentlarimiz tekshirdi. Dokumentlarda nosozliklar tufayli, so'rovga o'tib ketganligi tufayli 5 yil muddatga deport qildi. Agar dedi o'zing bilet olsang 20 kunda, agar haligi bepul ketaman, pulim yo'q deydigan bo'lsang,
1 oydan 2 oygacha muddatda seni jo'natib yuboramiz deb taklif berdi. Endi hali bepul biletga ketamiz deb anaqa qilganmiz. U yerda biz telefonlarimizni bermagan. Ya'ni uydagi telefon qilib bilet olib beringlar deb aytgani. O'sha binoda o'tirganimizda voyenniy formada xodimlar kelib bizga qog'oz berganda unga qo'l qo'yishimizni so'ragan. Xonadonlardan so'raganimda shu O'zbekiston jo'natadigan qog'oz aeroportgacha olib boradi, seni hech qanaqa qarshiligim yo'q. Shunaqa qog'oz deb aytishgan. Mana juda yaxshi o'qimaganman, men qo'l qo'yib qo'yganman unga. Bir oradan 10 kunlar o'tgan, 10 kun o'tgandan keyin bizni Tyumen mudofaa bo'limiga olib borgan. Mudofaa bo'limiga nima olib keldinglar deb so'raganimizda, shu sen kontraktga qo'l qo'ygansan, biz olib borganimizda degan ko'rsat desa, shu qog'oz ko'rsatgan, o'qiganimizda shu kontrakt qog'oz bo'lib chiqib urishga. Отказ qilish уже iloji yo'q. Agar отказ qiladigan bo'lsang, qamalib ketasan deb shunaqa degan. Shu уже ketyapmiz, zavoddan chiqdik. Bir 200-300 metr yuryapmanda odamlar o'lik yotibdi yerda. Endi bunaqa chirib ketgan suyaklar, kalla suyaklar, qo'l suyaklar, oyog'i bunaqa bosh uzilib ketganlar yotibdi u yerda. Men qo'yapman men. Podvaldan shuna chiqib ketyapmiz. Oxirgi sherigimiz qoldida. Shuna dron kelib solyapti. Haligi oxirgi qolgan o'lgan odam shuna chachib yuryapti. Tanib bo'lmaydi ular uni uzib yuborgan, ham yo'q, parchalab yuborgan. 300 ta 400 ta shunaqa o'lik ko'rgan bo'lsam, 50 tadan oshiq shu O'zbekiston fuqarosi edi. Yarasi bitgan bari ichida temir qolib ketgan, haligi askolkalar qolib ketgan. Hamma o'yinda bo'yladi, bu o'yin emas-da, bu real voqeada bu. Borgan odam kamdan kam qaytadi-da. 100 ta borgan emas, 100 tadan bir dona qaytishi mumkin, 2 ta qaytishi mumkin. Misol 40-50 ming dollar beradigan bo'lsa ham bu arzimaydi-da, chunki yashaydigan bo'lsa undan ko'p pul topishi mumkin-da. Tirik qolsa agar shunday ham. Yollanma askarlarning harbiy tuzilmalar safida nizolarda ishtirok etishining asosiy omillari sifatida turli va'da va aldovlarga uchish, moddiy manfaatdorlik evaziga diniy aqidaparastlik qarashlarini singdirilishini keltirish mumkin. Ammo fuqarolar, ayniqsa yoshlarning bu kabi aldovlarga osongina ilinishi uchun kamida hayotdan to'ygan bo'lishi kerak. Shunday bo'lgan ham deylik. Oila, ota-ona, mahalla-ko'y qayerga qarayapti? Oramizdan bir inson noma'lum sabablarga ko'ra g'oyib bo'lsa, qanday qilib jim qarab turish mumkin? Dunyoning turli nuqtalarida bo'layotgan harbiy harakatlarda fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarning ishtirokini oldini olish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, Tashqi ishlar vazirligi, diplomatik korpus vakillari, mahalla faollari, diniy ulamolar hamkorligida tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Mahallalarda, chegaradan kirish va chiqish joylarida xorijda o'qiyotgan va ishlayotgan fuqarolar o'rtasida tushuntirish va profilaktika tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Hech kimga sir emas, hozirgi kunda ayrim yoshlarimiz harbiy harakatlar bo'layotgan joylarga borib, u yerlarga ba'zilari ixtiyoriy, ba'zilari bilmasdan, ba'zilari majbur holatda qo'shilib qolishyapti. Musulmon kishini albatta avvalambor o'zini oilasini, o'zini obro'yini himoya qilish, vatanni himoya qilish burchi. Endi boshqa diyorlarda bo'layotgan urushlarga qo'shilish masalasiga kelsak, Imom Azamning shogirdlaridan Imom Muhammad o'zlarining kitoblarida yozadilarki, musulmon kishi ikkita urushayotgan boshqa din vakillari, g'ayri dinlarni urushiga aralashishi joiz emas deydilar. Ya'ni kim bir noma'lum bayroq ostida kurashsa, u johiliyat o'limida o'libdi degan so'zlar bor. Shu jihatdan, mana shu fiqhiy jihatdan ulamolarimiz, din ulamolarimiz bizni ko'rsatmasi shuki, biz musulmon sifatida boshqa din vakillari o'zaro urushayotgan joyga qo'shilib bir tomonga yordam berishimiz, boshqa tomonga askar bo'lib yollanishimiz joiz emas, durust emas, halol emas bu ish. Bunday ishni qilmaslik kerak, bu gunoh bo'ladi. O'sha yerda vafot etsa ham shu johiliyat vafotida ketadi. Ba'zilari shu mablag' qandaydir qiziqtirish orqasidan qo'shilib qolishyaptiki, bu urushlardan topilgan o'zi pullar halol bo'lmaydi, o'zi pok bo'lmaydi, u odamga baraka keltirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, boylik bu matoni ko'pligida emas, balki nafs to'qligidadir deydilar. Ya'ni inson avvalambor qanoatli bo'lishi, o'sha o'zida bor narsalarga shukr qilishi, o'sha o'zidagi boyliklarni qadriga yetishi lozim. O'sha oilani ta'minoti erkakning zimmasida burch, vazifa, vojib, farz hisoblanadi. Shuning uchun ular o'zini jonini xatarga qo'yib, bu farzandlarni yetim qoldirib o'sha noma'lum bayroq ostiga borib urushgandan ko'ra, o'sha vatanlariga qaytib, hattoki shu yerda oz bo'lsa ham halol kasb qilishlari ma'qul va
bizni shariatimizni talabi hisoblanadi. Bag'ri kenglikni eng yuqori bir ko'rinishi bo'lgan mehr operatsiyasi bilan prezidentimiz tashabbusi bilan qanchadan qancha yurtdoshlarimizni yurtga qaytardilar. Lekin bu ham bugungi kunda ba'zi bir yoshlarimizni ko'zini ochmayapti. Men hayron qolaman. Ey, baraka topkunlar, men to'g'ri bir necha filmlar qilganman. U Odnoklassniki.ru bo'ladimi, aldangan ayolmi, ajal jodusi, gumrohlar jarayonida men ular bilan bevosita ana o'sha yot g'oyalarni quliga aylangan yoshlar bilan suhbatlashganman. Ular afsuslanyaptiki, Allohga ming qatla shukr, shu vatanimni qamoqxonasida o'tirganimga deydi. Mana Tovoqsoyda bir yigit bilan gaplashdim. Men u yerda deydi, shu kecha kunduzda bo'layotganlar, men u yerda deydi, oliy ma'lumotli. Unda qilodirman, bunda qilodirman, meni shunaqangi aldashdi deydi. Mana o'sha janggohlarda hattoki keyin ko'zimiz ochilganda kech bo'ldi. Biz o'zimizga kumir yasagan, biz o'zimizga qaysidir ma'noda daho yasagan o'sha amirlar deydi. Bizni shunda chetga surib deydi, umuman boshqa siyosatga o'tib ketdi deydi. Shundan keyin men hayron qoldim deydi. Men o'ta yanishganimni kech sezdim deydi. Qo'lim qonga botdi deydi. Jahonning turli mintaqalarida sodir bo'layotgan qonli to'qnashuvlar, xunrezliklar, siyosiy va iqtisodiy qarama-qarshiliklar, terrorizm, radikalizm, narkotrafikning tobora avj olayotgani mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlik o'z-o'zidan bo'lmayotganini ko'rsatib turibdi. Barcha sa'y-harakatlar xalq tinchligi, xotirjamligi yo'lida safarbar qilinayotgan ekan, bu ne'matning qadriga yetishimiz muhim. Eng og'ir urush paytlarida minglab farzandlar bag'riga olib bir qultum suvni ham, bir burda nonni ham baham ko'rib, ana shunday bag'ri keng, e'tiqodli iymon xalqni farzandimiz. 50 kilolab, 100 kilolab oshlamlar bu muammolik emas. Bu o'sha yetim yesir beva becharalar olib yes, duo qilsin, duolari ijobat bo'ladi. Yot qo'shni devon taqillatib, mana bugun tansiq ovqat qilib oling, yeng. Biz mana shunday xalqni farzandimiz, duo olgin. Ana shunday zaminda yashash, xizmat qilish bu katta savob. Yana ba'zan hozir o'ylab turibmiz, ba'zi bir farzandlarimiz chet elga chiqib, qaysi bir mamlakatlarda 5 so'm topaman, 5 so'm topaman deb, qaysi bir kelinki har xil oqimlarga aralashib, kelinki qurbon bo'lganlari qancha bu yerda ota-onalar yig'lab, bitta farzandlar qolib, oilalar qolib, kelinki o'zini xor qilib berganlar farzandlarimiz ham bor. O'ylaymanki, Alloh nasib qilgan bo'lsa, niyat pokiza bo'lsa, shu yurtda ham o'zing nasibani topasan. Shu yurtda ham sal xizmat qilsang, niyatingga yarasha yerasan. Hozir mustaqillik sharofati bilan mana katta-katta darvozalar ochilyapti. Yana ham farzandlarimiz baxtli saodatli bo'lsin. Yana ham mana shunday kambag'allik yo'q bo'lsin. Ana shu oilalari chiroyli baxtli saodatli bo'lsin degan niyatda qancha ezgu savob ishlar qilyapman. O'ylaymanki, farzandlar, aziz ota-onalar hushyor bo'laylik. To'g'ri, sizni qonli maydonlar cho'chitmas, yuragingizga qo'rquv solmasligi mumkin, ammo buning ortida qancha ranj, qancha musibat borligini anglashingiz kerak. O'zgalar manfaati uchun harbiy harakatlarda qatnashish nafaqat o'z jonini xatarga qo'yish, balki murg'ak farzandlarimizni otasiz, mushtipar onalarimizni farzandsiz qolishi, millatimizni esa yemirilishiga olib keladi. Shunday ekan, ogoh bo'ling.